Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi kunda Yoshlar ovozi yangi programma elib maqmoqda. Har qanday sohalarda faoliyat elib mengayotgan aka hadlarimizni, yoshlarimizni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat, biz bilan ham suhbatda bo'ling. Hozirgi qiyin zamonda xalqimizni ish o'rinlari bilan ta'minlashni o'ylashtiryapmiz. Bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot bersanglar e'lon qilamiz. Suhbat berman desangiz yoki yaqiningizga tavsiya qilaman desangiz, bizning adresimizga u kishining telefon raqamlarini avtib qo'ying. Yoshlar ovozi sizlardek kasb egalariga, mutaxassisga muhtoj. Sizlardan bizning uzgu boshlanmalarimizni qo'llab-quvvatlashingizni umid qilamiz. Bugungi programmamizda vrach-akusher-ginekolog Yunusova Gulbahor Abdulqayumovna. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xush bulduk. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Yunusova Gulbahor Abdulqayum qizi. Shu Olmaota shahrida dunyoga keldim. Bu simu Uyg'ur maktabida o'qib, universitetlarni tugatib, o'shada hozir tijorat qilib yurman. Qaysi maktabda o'qidingiz? Dastlabki o'zim rus xalqining orasida yurgan. Bizda 129-maktab o'rus maktab bo'lgan. U maktabda birla Uyg'ur sinfi bo'lgan. Shu Uyg'ur sinfga qadam tashlab, birinchi sinfdan 4-sinfgacha shu yerda o'qidim. 4-sinfda shu maktabning Uyg'ur sinfini yapmoqchi bo'ldi. Nima sabab bilan bilmayman. Shuning bilan biz 101-maktabga 5-sinfga ko'chishga majbur bo'ldik. 101-maktab Masim Yaqubov maktabida 5-sinfdan 9-sinfgacha o'qidim. Maktabni tugatgandan keyin qaysi yuqori oliy o'qishlarga tushdingiz? Maktabni bitirib, men 9-sinfni bitirdim. Uyg'urcha maktabni bitirdim. Undan keyin Qozog'iston Respublika meditsinalik kollejga tushdim. Shu yerda 4 yil mobaynida o'qib, undan keyin yuqori Qozog'iston Rossiya meditsinalik universitetiga tushdim. Bu yerda 5 yil meditsinskiy kollejdan universitetga tushganda 3-kursga atlab sразу tushdim. Undan keyin shu 5 yil mobaynida o'qib, Qozog'iston Rossiya meditsinskiy universitetini bitirdim. Undan keyin rezidentураны shu yerda bitirdim. Meditsinaga kelishingiz nima sababli? Meditsinaga kelish sabab bo'lsa, shu maktabda Uyg'ur maktabda o'qiganlikdan o'zimizning tariximizni, o'zimizning madaniyatimizni o'rgatgan muallimlar bo'lgan. Bizda shunday yaxshi bir muallim bo'lgan Uyg'ur tarixidan beradi. Uyg'ur tarixini bizda faqat 1 ya bo'lmasa 2 yilmi bo'lgan. Keyin nima sabab bilan evatdi bilmayman. Ammo bugungi kunda shu Uyg'ur tarixini Uyg'ur maktablarda bersa, men o'ylaymanki, bu nihoyatda yaxshi o'z millatimiz uchun nihoyatda yaxshi bo'ladi. Nimashga desangiz, bugungi shu meditsinalik sferada ishlayotgan uchun shu dastlabki Uyg'ur tarixida o'zimizning millatimizni, o'zimizning madaniyatimizni, san'atimizni o'tganda shu bizning o'zimizning Uyg'ur tibobat meditsinamiz bor, tibobatchiligimiz. U nihoyatda kuchli. Bugungi kunda Uyg'ur tibobat kitoblari az qoldi, ammo bor. Qisqa vaqtdan yaxshi natija ko'rsatdi. Shu vaqtda meniki o'ylarim bo'lgan, shu Uyg'ur tibobatchilikni o'qib, o'z xalqim uchun, o'z xalqimizning bo'lgan shu tibobatni davomlashtirmoqda. Shu vaqtda bugungi kunda bu Qozog'istonda Uyg'ur tibobatchilik yo'q. Endi o'z tarixiy vatanimizda, Sharqiy Turkiston, Şinjan Uyg'ur avtonomida universitetlar, kollejlar bo'lgan. Shu vaqtda shu yerga o'qishga tushaman degan
Ama ailem ensirep evet mi koydu. Burada itip ötkendek Uyghur tipabeti to'g'riliq kichkina ma'lumot berib o'tsangiz. Bizda Qozog'istonda uning bilan shug'ullanishga bo'lamdi. Mümkünçiligimiz bormi? Uyghur tipabeti burundan biz qadimiy adam zamandan kelayotgan bizniki tibabat meditsina u bo'lsa tomo tutib odamning dinidagi butun bo'lgan og'riqlarni tomo orqali biladi. Tomoning o'zining so'qishi har turli bo'lsa tan salomatligi zo'r odamning boshqacha so'qidi. Har bir sistema orqali kimda yurakniki og'riqlari bo'lsa boshqacha so'qidi. Homilador ayollarniki boshqacha so'qidi. Shuning uchun tomoni tutib butun badanda bo'lgan kasalliklarni biladi. Har bir og'riqning tomo so'qishi har turli bo'ladi. Homilador ayollarniki boshqacha, yurak og'riq odamlarniki boshqacha. Shuni qarab kim nim bilan og'riydi, kimga qanday dori darmeklar kerak. Dori darmeklar bo'lganda bu yerda biz Uyg'ur tibabetimizning nihoyatda yaxshi bir usuli u cho'p dorilar bilan davolanadi. Cho'p dorilar bilan davolanib yaxshi natija ham qisqa vaqtda yaxshi natijalarni berdi. Maktab bitirayotgan yoshlarimizga qanday yuqorqi o'qish o'rinlarini tavsiya qilasiz? Bugungi kunda 9-sinfni bitirgan o'quvchilarga Qozog'iston Respublikalik meditsinalik kollej bor, RMK qisqacha. Shu kollej o'quvchisi bo'ladi. Yuqorqi bo'lsa bizda Cumhuriyetlik Asfendiyarov universiteti bor. И şu Qozog'iston Rossiya meditsinskiy universitet. U yerda kollej bor. 9-sinfdan o'qisa bo'ladi. Keyin shu Karagandinskiy universitet nihoyatda yaxshi. Shu yerga uchisi bo'ladi. Universitetni tugatgandan keyin studentlarga qayerda dastlabki ishni boshlashga tavsiya qilasiz? Universitetni tugatgandan keyin shu universitetda o'qiyotganda asli o'zlari sразу umuman tajriba o'tayotgan yerda o'zini yaxshi ko'rsatsa, shu yerlarda qolsa, mumkinchilik bor bo'lsa, shu yerda qilishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa bizniki shu Qozog'istonda bizning programmamiz bor. Cumhuriyetlik programma. O diplom bilan diplomni elib Maliga degan. Malida asosan eng yaxshi tajriba Malida. Malida ishlab, bundan keyin shaharga kelsa, har bir cho'ng poliklinikalar, больницалар ishga oldi. Ginekologiya to'g'risida biroz to'xtab ketsangiz. Ginekologiya o'z kasb nihoyatda cho'ng kasb. Asosan bu ginekologiyaning asosiy maqsadi dunyodagi demografiyalik ko'paytish jarayonida tijorat tirikchilik desa bo'ladi. Shundaqla ayollarniki jinsiy og'riqlarning oldini olish ham davolash. Shundaqla ayollarning umr safhasini ko'tarish. Kelajakda anla teni saq bolalarni dunyoga keltirish uchun qanday amallar qilsa bo'ldi? Kelajakda teni saq bolalarni dunyoga kelish uchun birinchidan o'z tenini nihoyatda yaxshi kutish kerak. U bo'lsa tan harakat bilan shug'ullanish kerak. Kerak moddalarni ichib turish kerak. O qatorida bo'lsa vitamin D, omega 3 degan moddalar bor. Folioviy kislota,
degan moddalarni ichib o'z tenini saqlab kelajakka zo'r tan salomatligi zo'r bolalarni aytilish uchun o'z tan salomatligini beqish kerak. Sizga bizning program yoqdimi? Bizga tilaydigan qanday tilaklarimiz bor? Albatta yoqdi. Men nihoyatda xursandman shundoq sizlarning utuqlaringizga, shundoq bizni chaqirib, shundoq kelajakka qilayotgan ishlaringizga Alloh utuqlarni bersin, dehqon qadaminglar gulini bersin. Kelajakka dehqon Uyg'ur madaniyatimizni Uyg'ur bolalarimizga tarbiyalarni berib, shundoq ulgu bo'lib juringlar. Shu, men nihoyatda xursandman, rahmat sizlarga. Qimmatli vaqtingizni bölüp bizga suhbat berganingizga cho'ng rahmat. Biroz vaqtdan keyin mushuni klass ritida ko'rsatgan bo'lamiz. Sizlarga cho'ng rahmat.